burunqi zamonda bir boy bo'lib, uning 2 o'g'li bor ekan. Bu balalar kichigidilla onasidan yetim qolgan bo'lg'ashqa, boy eg'irchilikni ularga bildirmay beqib cho'ng qipti. Kunlarning birida boy eg'ir kasal bo'lib, o'rin tutib yetib qopti va balalarga vasiyat qilmoqchi bo'pti. O'g'lim. Xo'sh, ota. Uyda suv tegib qopti. Sen berib, ozroq suv olib kelsang bo'pti ekan. Ma'qul. Oldirma. Suv olib keladigan qapoq teshilib ketibdi. Shunga sen suvni Səvət olib kelgin. Ha? Bu Сәвәпте bir tomchi suv qolmabdi-ku. Bo'pti. Hech qis yo'q. Yana bir qaytam olay. Suv turmaydigan Сәвәтkan-ku bu. Shundoq qilib, suvni akilanmidim degan. O'g'lim, endi sen bu Сәвәтda suv olib kirgin. Oy, soyup kepsen de. Ha. Oy. Aklına barikallah oğlum.
Ballarım, mening kesilim bağansırı eğirleşip ketivatıdı. Özümge muayyan, güllerim uzun kalmadı. Bu alemge ketiştim burun, sizlerge kaldırdıgan birli vəsiyetim var. Sizler, her qandaq iş qilgan çağda, aql işiltishga mahir bo'linglar. Esinglarda bo'lsin. Kalla işiltib sebep qilsanglar, sevetdimi, suv to'xtaydi. Uzun ötmey buvay alemden ötüptü. İki oğul dadısının bu vasiyetini esti çın tutup, her kandak iş qilganda aql işletip, obdan gün keçiripti.